o'quvchilar, bugun sizlar bilan birgalikda HSK 1 darajasi kitobining 8-darsini birgalikda o'tamiz. Xo'p, 8-darsning mavzusi men choy ichishni xohlayman deb tarjima qilinadi. Yangi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Yangi so'zlarimiz, birinchi so'zimiz chen pul degani. Xo'p, keyingisi mifan guruchli taom degani. Beyzi bu krujka yoki bokal. Keyingisi choy. Jungguo cai bu Xitoy taomlari. Keyingisi Hanzi bu hieroglif bo'ladi. Keyingisi tekstimizga o'tamiz. Ni xiang he shenme? Sen nima ichishni xohlaysan? Wo xiang he cha. Men choy ichishni xohlayman. Ni xiang chi shenme? Sen nima yeyishni xohlaysan? Wo xiang chi mifan. Men guruchli taom yeyishni xohlayman deb tarjima qilinar ekan. Keyingi yangi so'zlarimiz. Xo'p, xiang xohlamoq degani. He ichmoq. Cha bu choy. Chi yemoq. Mifan bu guruchli taom degani ekan. Endi keyingi keyin ya'ni tekstimizni ko'rib chiqamiz. 下午你想去做什么? Tushdan keyin sen borib nima qilmoqchisan? Xo'p, 下午我想去商店. Tushdan keyin men magazinga borishni xohlayman. 你想买什么? Sen nima sotib olmoqchisan? 我想买一个杯子. Men bitta bokal sotib olmoqchiman deb tarjima qilinar ekan. Xo'p, yangi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Keyingilar 下午 tushdan keyin. 商店 do'kon. May sotib olmoq. G hisob so'z. Bu hisob so'z umumiy hisob so'z bo'lib, bulardan keyin ot ishlatiladi, ot qo'llaniladi. Xo'p, keyingisi beyzi bu bokal yoki krujka deb tarjima qilinadi. G hisob so'ziga xo'p, buni bir grammatikasini tushuntirib berib o'tib ketaman. G bu umumiy hisob so'z hisoblanadi. Nimaga? Chunki G bilan istalgan demak ot so'z turkumidagi so'zlarimiz qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun ham bu umumiy universal hisob so'z deyilar ekan. Keyingi tekstga o'tamiz. 你好，这个杯子多少钱? Salom, bu bokal qancha? 多少 qancha degan ma'noni bildiradi va undan keyin chen ishlatiladi. Qancha pul turadi? 28块 28 yuan. 那个杯子多少钱? Anavi bokal qancha pul turadi? 那个杯子18块钱. Anavi bokal 18 yuan turadi. Xo'p, keyingi yangi so'zlarimizga o'tamiz. Xo'p, bu yangi so'zlar ch mana bu degani. 多少 qancha. Chen pul. Kuay pul birligi. Kuay bu yuan. Ikkalasi ham Xitoyning pul birligi. Keyingisi na degani anavi degani.
Ch degani bu degani. Xo'p, keyingisi endi so'zlarimizni bir qaytadan ko'rib chiqamiz va grammatikasini ham tushuntirib berib o'tib ketaman. Xo'p, xiang bu moqchi ma'nosini bildiradi va xohlamoq. Bu modal fe'l bo'lib keladi. Asosan egadan keyin va asosiy fe'ldan oldin ishlatiladi. Buni inkor shakli bu xiang deyiladi. Keyingisi chi yemoq degani. Shangjian do'kon, beizi bokal yoki krujka. Keyingisi qian pul, he ichmoq, mi fan guruchli taom, may sotib olmoq. Chi degani demak yoningizdagi narsa bu degani, na uzoqdagi narsa ana u deyiladi. Xo'p, kuay bu yozmada kuay, og'zakida esa yuan deb ishlatiladi va bular Xitoyning pul birligi bo'ladi, ya'ni renminbi. Keyingisi cha bu choy degani. Xiao tushdan keyin. G bu hisob so'z. Buni oldin tushuntirib o'tganimdek, bundan keyin ot so'z turkumi ishlatiladi. Keyingisi duoshao bu qancha degani va bundan keyin qian ya'ni pul qo'llaniladi. Duoshao qian qancha puli. Keyingisi na ana u deb tarjima qilinar ekan.